Eski taylarni qayta tasavvur qilish Geodine Solutions energiya ishlab chiqarishdagi inqilobi. Tasavvur qiling, tashlab qo'yilgan, chang bosgan eski taylar samolyotlarni havoda uchiradigan yoki yuk mashinalarini yo'llarda harakatlantiradigan yoqilgiga aylanishi mumkin bo'lgan bir dunyo. Bu bir ilmiy fantastika romani sahifasidan ko'rinadi. Bu hikoya Geodine Solutions va ularning poydevor qo'ygan taylar energiya tashabbusi tufayli sahifalardan haqiqatga o'tmoqda. Keling, taylarni o'zgartirish dunyosiga kiraylik va uning ko'plab foydalarini kashf etaylik. 1. Taylar muammosini hal qilish. Har yili millionlab taylar o'z hayot siklining oxiriga yetadi. E'tiborsiz qoldirilsa, ular atrof muhitga xavf tugdiradi, katta yerlarni egallab, zararkunandalar uchun ko'payish joylariga aylanadi. Geodine yechimi bu chiqindilarni foydalanishga olib keladi. Potensial atrof muhit falokatlarini qimmatbaho energiya manbalariga aylantiradi. 2. Kelajakni yoqilgi bilan ta'minlash. Samolyot yoqilgisi. Sayohat qilish biroz ekologik jihatdan qulayroq his qilinadi, chunki siz uchayotgan samolyotning qisman qayta ishlangan taylardan quvvatlanayotganini anglaysiz. Yo'llarda biodizel transport vositalari. Endi eski taylardan olingan toza, barqaror biodizel bilan harakatlana oladi. Bu esa yashil transportga o'tishni anglatadi. Qayiq va yuk mashinalari yoqilgisi. Bizning dengiz va yuk tashish sohalarimiz global iqtisodiyotda muhim tishli mexanizmlar. Bu barqaror energiya manbasidan ham foyda ko'rishi mumkin. 3. Elektr orzulari. Faqat yoqilgidan tashqari, eski taylarning o'zgartiruvchi kuchi elektr energiyasini ishlab chiqarishga ham taalluqlidir. Tasavvur qiling, tashlab qo'yilgan taylardan olingan energiya bilan quvvatlanadigan uylar va sanoatlar. Bu barqarorlik va innovatsiyani birlashtirgan. 4. Iqtisodiy va atrof muhit samaradorligi. Taylarni energiyaga aylantirish jarayoni faqat chiqindilarni qayta ishlash bilan bog'liq emas. Bu iqtisodiy jihatdan foydali model. Taylarning ichki energiya potensiali bilan ular yoqilgi va energiya ishlab chiqarish uchun arzon xom ashyo taklif etadi. Bundan tashqari, chiqindixonalarda taylar sonini kamaytirish karbon chiqindilarini va atrof muhit ifloslantiruvchilarni sezilarli darajada kamaytiradi. 5. Ish o'rinlari yaratish va malaka rivojlantirish. Bunday innovatsion tashabbuslar albatta yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Butun zanjir eski taylarni yegish va tashishdan ularni qayta ishlash va o'zgartirishgacha bo'lgan ish o'rinlarini taklif etadi. Bundan tashqari, bu maxsus sohada malakali ishchilar ehtiyoji ta'lim dasturlari va malaka rivojlantirish tashabbuslari uchun yo'l ochadi. 6. Fosil yoqilgilarga bo'lgan bog'liqlikni kamaytirish. Taylardan olingan alternativ energiya manbalariga o'tish orqali biz asta-sekin yangilanmaydigan fosil yoqilgilarga bo'lgan bog'liqligimizni kamaytirmoqdamiz. Bu o'zgarish barqaror energiya kelajagini ta'minlaydi va energiya narxlarini barqarorlashtirishga hamda energiya xavfsizligini oshirishga yordam beradi. 7. Innovatsiya qo'shimcha tadqiqotlarni rag'batlantiradi. Geodine Solutions tashabbusining muvaffaqiyati chiqindilarni energiyaga aylantirish sohasida qo'shimcha tadqiqotlar uchun zamin yaratadi. Bir yo'l ochilganda, bu boshqa chiqindi materiallarni ham shunga o'xshash tarzda o'rganish uchun yo'l ochadi. Xulosa qilib aytganda, an'anaviy ravishda chiqindixonalarning yomonligi sifatida ko'rilgan taylar endi yangi hayotga ega bo'lmoqda. Geodine Solutions kashfiyotchilik yondashuv tufayli bir paytlar chiqindining ramzi bo'lgan narsa endi barqaror energiyaning chirogiga aylandi. Biz eski taylarning energiyasi bilan harakatlanayotganimizda nafaqat oldinga siljayapmiz, balki yashil kelajakka sayohat qilmoqdamiz.